Bu jangchi bugungi jangdan so'ng yaratganga shukronalar aytmoqda. Ushbu jang 2023-yilda bo'lib o'tgan. Unda o'ziga haddan tashqari ishongan, muskullarini ko'z-ko'z qilgan jangchi Aytor Gaspar o'zini ustunda hisoblar edi. Hatto qo'llarini cho'ntagidan chiqarmasdi. Ko'z urishtirish vaqtida raqibni bo'g'ishga ham urindi. Ringga chiqishdan oldin esa yerga mix qoqdi, xuddi raqibiga tobut yasayotgandek. Zdravkoning murabbiyi uni ruhlantirishga urinardi. Shu paytda bodybuilder esa chehrasida g'alabali tabassum bilan turardi. Go'yoki jangni allaqachon yakun topgan va u g'alaba qozongandek. Jang boshida Zdravko Gasparni yiqitishga harakat qildi, lekin uni muskullari shunchaki ko'rinish uchun emasdi. Ular kuchni ifodalardi. Ikkinchi bor oyoqqa hujum qilishga urindi, ammo yana muvaffaqiyatsizlik. Gaspar bardosh berdi, keyin esa ular tik turib jang qilishga o'tdi. Zdravkoni kuchli bekfistda Gasparni yiqitdi. Shundan so'ng u kuchli oyoq zarbasini qabul qildi va nihoyat xuddi o'sha yerga qoqilgan mixlar endi uni boshiga qoqilgandek bo'ldi. O'ziga haddan tashqari ishongan bu bodybuilder aslida u qadar yengilmas emasligini tushundi. Do'stlar, video haqida fikringizni kommentga yozib qoldiring.